Yurtimizda ichki ishlar organlari xodimlarining ijtimoiy himoyasiga qaratilgan ishlar izchil tarzda davom etmoqda. Keyingi yillarda tizim faoliyatini takomillashtirish va xodimlarni qo'llab-quvvatlashga oid islohotlar samarasi o'laroq Termiz shahridagi yoshlar markazida o'tkazilgan tadbirda 25 nafar xodimga uy-joy sotib olish uchun subsidiya sertifikatlari topshirildi. Ayni jarayon yurt himoyachilarining ijtimoiy himoyasini ta'minlash va turmush sharoitlarini yaxshilashga xizmat qiladi. Dastlab shu haqida Mamlakatimizda ichki ishlar organlari faoliyati samaradorligini oshirish, soha xodimlarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ichki ishlar organlari faoliyatini tubdan takomillashtirish, tizimni xalq manfaatlari yo'lida xizmat qiladigan xalqchil va professional tuzilmaga aylantirishga qaratilgan islohotlari dasturul amal bo'lib xizmat qilayotir. Vatan uchun, millat uchun, xalq uchun degan ezgu tamoyil asosida amalga oshirilayotgan qator islohotlar Surxondaryo viloyati miqyosida ham o'z aksini namoyon etmoqda. Bugun Termiz shahridagi yoshlar markazi binosida tashkil etilgan tantanali tadbirda davlatimiz rahbarining tizimda faoliyat yuritib kelayotgan yashash xonadonlari bilan bog'liq muammo kuzatilayotgan xodimlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadidagi qaroriga muvofiq Surxondaryo viloyati ichki ishlar organlarining 25 nafar xodimlariga uy-joy sotib olish uchun dastlabki 25% badal puli vaucherlari viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari, ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmati boshlig'i tomonidan topshirildi. Prezidentimiz tomonidan ichki ishlar organlariga bir qancha sharoitlar yaratildi. Ichki ishlar organlarini rahbariyatining tavsiyanomasi bilan turar joy sotib olish uchun qaytarib bermash sharti bilan 25% badal puli oldim. Prezidentimga, ichki ishlar vazirlik rahbariyatiga, viloyat ichki ishlar boshqarmasiga oila a'zolarim nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qaytarib bermaslik sharti bilan subsidiya asosida berilayotgan ushbu pul mablag'lari xodimlarning yashash sharoitlarini yaxshilash bilan birga ularning ijtimoiy himoyasini ta'minlashga xizmat qiladi. Shuningdek, o'tkazilgan tadbir davomida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Surxondaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi boshlig'i tomonidan xodimlar o'rtasida tartib-intizom, xizmat intizomi va qonunchilikka qat'iy rioya etish hamda korrupsion jinoyatlarga murosasiz kurash olib borish ta'kidlandi. Shundan so'ng ichki ishlar organlari faxriylari ishtirokida 3 avlod uchrashuvi tashkil etilib, unda faxriylar so'zga chiqib o'zlarining boy bilim tajribalarini yosh avlod vakillariga ulashishdi. Tadbir so'ngida 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bayrami munosabati bilan ichki ishlar organlari tizimlarida uzoq yillar samarali xizmat qilgan bugungi kunda keksalik gashtini surayotgan ichki ishlar faxriylariga bayram sovg'alari ulashildi.